Bor yo'g'i 1 daqiqa vaqtni ajratib eshitishga arziydigan she'r. Tengrim yaratıp insan zatını adam da koyuptu onun atana. Bitta erkek, bitta ayoldir, bizga ana o'shandan ayondir. Boshingga tushsa g'am-u tashvish, sevgan yoring ham tashlab ketarmish. Do'stingman deb yurgan bir gala og'liqda, ortingdan tarqatsa mish-mish, sen uchun yig'lagan mushtipar otang, onang bo'larmish. Omading chopsa quvonarmish, qomading ketsa duolar qilarmish. Biz farzandlar deb ota-onalar otishadi g'am g'ussaga, qariganda suyanishar negadir bizga emas, temir yoki yog'och hassaga. Bir hassachalik oqibat qila olmaymiz. Nega? Negaligini so'rab nima qilamiz? Nasib qilsa bir kun biz ham ota yoki ona bo'lamiz. Ota-onalarga qanchalik qiyin ekanligini, ular yoshi yetsak ana o'shanda bilamiz.